Bittagi sillamni ustab artefaktning serveridan. What? Qanday qilib nima bo'lsam bo'ladi shunday? Bo'yatdi, qanday bo'ldi? What? Chitalik bor, qochib chitlarni yo'q. Do'stlar, men artefaktni seriyaman 2 soat o'ynaganman, 4 marta o'lganman va 3,500,000 yaqin pulim bor va bu yerda kuchaytirilgan narsalar. Kill. What? Kilmas, kit deyiladi. Artefakt. İmparator uchun ekan. Menga menga nasib etdi. Ketdi. Do'stlar, birinchi kelganlarga promokod bor. Ya'ni qanday? Shunday kirasizlarda artefaktni o'zi tutdi. Promokodni ishlatasizlar. Keyin promokod beradi. Shuni o'chasizlar. Men ishlatib qo'yganman. Ichidan lekin donatlar chiqmaydi, birodarlar. Donatlar chiqishi uchun pulga sotib olish. Ya'ni qanday? Inakeslar askar 3000 so'm. Bu nega ruscha degan? Qahramon 6000. Istar 10000. Alpamish 14000. Titan 50 28000. Afsona 36000. General 49000. İmparator en kuchlisi 62. Nega 60,000 emas? Bu askar bor ekan. Qaqa. Göjetdi.